Assalomu alaykum, hammaga xayrli kunlar. Bugun shaxsan o'zim tomonimdan живой отзыв, ya'ni sochlar to'g'risida. Meni sochlarim aslida tekis va silliq emas, lekin bitta mana faqat fenda quritganman, hech qanaqa dazmol qilinmagan yoki bir boshqa narsa uhud qilinmagan. Faqatgina mana shu qora sedanali shampunni ishlataman, doimiyga buni ishlataman. Agar sochlarimni silliq qilmoqchi bo'lsam, hech qanaqa dazmol qilmasam, tekis va silliq qilmoqchi bo'lsam, Faberlic kompaniyasining keratinli shampunni ishlataman. Buni balzami ham bor, balzami bilan maskasi bilan birga ishlatilganda, xuddi hozirgina svejiy keratin qilingandek soch juda ham tekis va juda ham jiloli bo'lib qoladi. Men haftada bir marta buni ishlatadigan bo'lsam, kundalikka mana bu shampunni ishlataman. Bu shampun sochni birinchi qavatdagi yengil shamollashlarni ham davolab beradi. Umuman olganda soch to'kilishini ham zo'r to'xtatadi.